Bo'ldi, yozib olish boshlandi, darsni boshlaymiz. Demak, qaranglar, natural sonlarni yaxlitlash. Yaxlitlash oson, bu ham unaqa qiyin, katta mavzu emas, kichkinacha, oshkor bitta mavzu emas. Hop, misollardan ko'raveramiz. Koordinatalar sistemasida yaxlitlanadigan bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun boshidan son o'qidan beryapti. Qaranglar, 3-rasmda sonlar nuri berilgan. Sonlarni tegishli xonagacha chap xonagacha chamalang deyapti. Yaxlitlang ya'ni. Hop, tegishli xonagacha chamalang. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 va 70. Shu sonlar beryapti ekan. Menimcha bu belgilab qo'yganlarni yaxlitlashimiz kerak. 61ni, 65ni va 67ni. Xo'p, endi 61da qaranglar. Misol uchun aytaylik, bitta sonlilikni tushuntirish uchun yozib o'taman. 3 ta 2, 9, 6, 1. Xuddi shuni o'nlar xonasi, birlar xonasini yaxlitlaydigan bo'lsa, mana bu birlar xonasimi? Mana bu birlar xonasi o'zi birlar, o'nlar, yuzlar, minglar bo'lib ketadi. Birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar va minglar xonasi. Birlar xonasini yaxlitlaydigan bo'lsa, agar chetda turgan son 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, shunchaki yaxlitlab, buni 29, 6, 0 deb qo'ysak bo'ladi. Agar 2, 9, 6, 5 kelayotgan bo'lsa ham, 5 ga teng bo'lgan holatida ham buni 2, 9, 6, 0 olamiz. Endi 5 dan katta bo'lib qoladigan bo'lsa, 2, 9, 6, 7 bo'ladigan bo'lsa, yaxlitlaganimizda 5 dan katta son bo'lsa, bunga bir 6 ni silib 1 ni qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 2, 9, 7, 0 deb qo'yamiz. Bu birlar xonasini yaxlitlagan bo'lamiz. Endi hop, o'nlar xonasigacha yaxlitlaydigan bo'lsa, 2, 9, 6, 1 edi. Birlar, o'nlarmi? O'nlar xonasi 6 kelyapti. 6 5 dan kattami? 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bunisiga 1 qo'shib qo'yamiz. Bu o'nlar xonasigacha bo'lganda hammasiga 0 yozib qo'yamiz. Ya'ni 9 ga 1 qo'shsak 10 bo'ladi. 10 bunisiga 1 deb berib qo'yadi. Ya'ni taqriban 3, 0, 0, 0 ga aylanib ketyapti. Tushundingmi? Endi 61 da ham yaxlitlaydigan bo'lsak, bu 6 ga yaqin. 60 ga yaqin. Demak, buni taqribiy qiymati 60 bo'lib qolaveradi. 65 ni ham bu tomonga olamiz. Ya'ni 65 ni ham yaxlitlaydigan bo'lsak, 60 ga teng bo'lib qolaveradi. 67 endi o'ng tomonga olamiz. 67 ni yaxlitlaydigan bo'lsak, 70 ni olamiz. Endi mana 211 da yaxlitlaydigan bo'lsak, hop, qayergacha? Endi buni 211da 3-rasmli sonlar nurida berilgan sonlarni tegishli xonagacha yaxlitlang deyapti. 200 bilan 300 ni nazarda tutyapti deb o'ylayapman. Qaranglar. 211da 200 ga yaqinmi yoki 300 ga yaqinmi, shunisini olishimiz kerak bo'lyapti. Taqribiy oladigan bo'lsak, bu 200 bo'ladi. Ya'ni o'nlar xonasigacha yaxlitlayapmiz buni. 230 da ham birlar, o'nlar xonasiga yaxlitlaydigan bo'lsak, bu ham 200 bo'ladi. 250 da ham o'nlar xonasigacha, birlar, o'nlar xonasigacha yaxlitlaydigan bo'lsa ham, bu ham 2 tomonga 1 ni qo'shib beradi. Bu 200 ga yaqin bo'lib qoladi. 200 ni taqribiy yaxlitlayapti. 265 esa 300 ga yaqinlashaveradi. 265 imiz yaxlitlaydigan bo'lsak, birlar xonasi, o'nlar xonasi, bu 300 bo'ladi. O'rtasida, mana shu 5 o'rtasi bo'layotgan bo'lsa, 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonga 10 ga qarab yuraveramiz. 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 0 ga qarab ketaveramiz. Hop, 289 birlar xonasi, o'nlar xonasi. O'nlar xonasi 5 dan kattami? Bo'ldi. 289 ga yaxlitlaydigan bo'lsak, 300 bo'lib qoladi. Hop, bunisi mana 9100. 9100 ni yaxlitlaydigan bo'lsa, 900 bo'ladi. 9 ga yaqin turibdi. 9345. Bu ham 900 ga yaqin bo'laveradi. 9000 ga. 9500 o'rtada turibdi, buni ham chap tomonga olamiz. 9000. 9650 ni ham o'ng tomonga olamiz.
Endi buni hop bitta qo'shib qo'ygan holatda birlar, o'nlar, yuzlar xonasiga yaqindayapti va chap tomoniga bir qo'shib qo'ysak 10.000. 10.000 ga yaqin bo'lyapti. 9.859. Bu ham 10.000. Qaranglar endi 77. Uchinchi rasmda berilgan sonlarni o'nlar, yuzlar va minglar xonasigacha yaxlitlang deyapti. Uchinchi rasm. O'nlar, yuzlar, minglar xonasigacha. O'zi bir qator yaxlitlab chiqdik. O'nlar, yuzlar va minglar xonasigacha. Ag'ini bir qatori yana alohida-alohidadan o'zlaring to'g'irlab qo'yasizlar endi. Xo'p, 78. To'rtinchi rasmda bolalarni bir bekatdan ikkinchi bekatga o'tish tasvirlangan. Bitta bekatdan ikkinchi bekatga o'tishi tasvirlangan. Yomg'ir yog'ib qolganda ho'l bo'lmaslik uchun 13, 15 va 17. 13, 15 va 17. 17 nuqtalarda bolalar qaysi bekatga tezroq yetib olishi zarur? Bu vazifani yaxlitlash amali bilan aloqasi bormi, deyapti. Qaranglar, 13. Agar 13 nuqtada turgan bo'lsa, 1, 2, 3, 4, 5 ta. O'zi mana o'rtasigacha 5 ta oraliq bo'lyapti. Bu tomonda ham bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta oraliq bo'lyapti. Endi 13 dan bu tomonga qarab yurgani ma'qulroq. Yaxlitlashga bog'liq joyi bormi? Ha. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shunday holatda 11 bo'lib ketyapti. Ya'ni yaxlitlashda ham eslaydigan bo'lsa, 2, 9, 8, 1 desak, bu o'nlar xonasigacha yaqinlayotgan bo'lsa, shu 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bir qo'shamiz, qolganini nol qilamiz deyaptik. 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, hech qanday raqam qo'shmasdan nolga aylantiramiz. Ya'ni shu holatda 2, 3, 0, 0, 0 bo'lib qoladi. 2, 9, 4, 1 bo'ladigan bo'lsa, yaqinlaydigan bo'lsak, 2, 9, 0, 0 bo'lib qolaveradi. Ya'ni har tomonga yaqinligini ko'rsatyapti. Yaqinlashga shu bog'liqligi bor. Ya'ni 13 nuqtadan foydalanadigan bo'lsa, 13 nuqtasidan bu tomonga qarab yurgani ma'qul bo'ladi. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demak, 15 chap tomonda turibdi. Yana birinchisiga borsa ma'qul bo'ladi. 17 o'rtada turibdi ekan. O'ng tomonga borsa ham bo'laveradi, chap tomonga borsa ham bo'laveradi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta oraliq, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta oraliq. Ikkala tomonga manzil bir xil. Demak, bu turgan 17 da turgan o'ngga ham, chapga ham yursa bo'laveradi. Ashraf cho'ntagida 1000 so'm puli bor deganda u nimani nazarda tutmoqda? 10.000 so'm puli bor deganda nimani nazarda tutmoqda? Ashraf cho'ntagida 10.000 so'mcha puli bor. Ha, yaxlinlaganda 10.000 so'm chiqadi deyapmiz. Misol uchun 9.5 ming, 9.800 so'mdir. Taxminan 10.000 puli bor. Aytamizki, biz jichcha yo 1000 so'm, 2.000 so'm pul kam bo'ladigan bo'lsa, taxminan shunaqa deymiz. Misol uchun taxminan 100.000 pulim bor deydigan bo'lsa, 98.000 pulim bor bo'lishi mumkin. 99.000 pulim bor bo'lishi mumkin. 102.000 pulim bor bo'lishi mumkin. Aynan shu narsa nazarda tutilyapti. Yaxlitlash o'zi asli chamamda taxminan shunaqa gapirganmiz. Aytaylik, mana taxminan 50.000 pulim borsa, 48.000 bordir. Xuddi o'shasiga. Cho'ntagimda 10.000 so'mcha pulim borsa, 10.000 ga yaqin puli bor bo'ladi. Yoki jichcha ko'p yoki jichcha kam. Shu narsa nazarda tutilyapti. Xo'p, endi bunisi. 5-rasmda sonlar nurida berilganlar quyidagi sonlargacha chamalab taqqoslangan. Quyidagi molar bo'yicha gapiraylik. O'zi shular nazarda keling. O'nlar xonasigacha qaranglar. Birlar xonasi, o'nlar xonasi. O'nlar xonasida 2 kelyapti. 5 ta kichkina, demak 6, 0, 0 deb qo'yamiz. Birlar xonasi, o'nlar xonasi. O'nlar xonasida 3 kelyapti, 5 ta kichkina, demak 6, 0, 0 deb qo'yamiz. O'nlar xonasi, birlar xonasi, o'nlar xonasi. O'nlar xonasida 5 kelyapti, demak 6, 0, 0 deb qo'yamiz.
Xo'p, birlar xonasi, o'nlar xonasi. 5 ta katta son kelyapti, demak, chap tomondagisiga bitta qo'shib qo'yamiz. 7 nol nol deymiz. Birlar xonasi, o'nlar xonasi. Demak, 8 kelyapti, 5 ta katta son 7 nol nol deymiz. Bunisini yuzlar xonasi bo'yicha ishlaylik. Birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi. Yuzlar xonasida 5 ta kichkina son kelyapti. 3 nol 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 uramiz. Birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi 5 ta kichkina son kelyapti. 3 0 0 0 deb yozib qo'yamiz. Birlar, o'nlar, yuzlar yana 5 ta kichkina, 5 ta o'zi kelyapti. 5 ta o'zi kelsa ham 3 0 0 0 deb qo'yamiz. Birlar, o'nlar, yuzlar. 5 ta katta son 4 0 0 0 deymiz. 1 2 3 yuzlar xonasi 5 ta katta son 4 0 0 0 deymiz. Mana javob chiqdi. Xo'p, shu bilan bu mavzu tugadi. O'zi hammasini ko'rib chiqishlari kerak, ya'ni hammasini o'nlar, yuzlar, minglar xonasigacha yaqinlanishi kerak. Keyingi mavzu qo'shish bo'lar ekan. Kichkina mavzu ekan.